Assalomu alaykum hammaga azizlar. Bitta yangilikni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Xullas bitta vaziyatni ko'rsanaqaki, hozirgacha Botmoykani proyektini mana bu kompyuterda ko'tarib kelayotgan edim, ya'ni Microchip Studioda. Microchip Studio programma kattalashib borgandan keyin dastur kodiga ba'zi bir o'zgarishlarni kiritmay qo'ydi. Ya'ni programma funksiyani chaqiraman qayerdadir va bu funksiyani mana bu yerda debug qilib ishlatganman. Bu yerda chaqiraman-u, lekin funksiyani oldidan programma o'tadi, lekin funksiyani ichiga kirmasdan o'tadi. Ya'ni kompilyasiyaga qo'shilmay qoladi. Bu muammoni yechishga kirishib, Windowsdan yechim qila olmaganimdan keyin Ubuntuga o'tdim. Ubuntu endi bu mana bu monitorga chiqaryapti ma'lumotni. Ubuntuda Visual Studio Code programmasiga o'tkazdim. Visual Studio Code programmasini AVR kontrollerini proshivka qilish uchun mo'ljallab turib, AVR GCC va hokazo qismlarini qo'shib chiqqanimdan keyin bu kompilyasiya qilyapti. Bunda boshqa bir muammo chiqib qoldi. Ya'ni muammoni yechishni tezlashtirish uchun Ubuntuning ichiga virtual mashina qo'ydim. Ya'ni virtual mashina qanaqaki? Virtual mashina bu Ubuntu operatsion sistemasining ichida Windows operatsion sistemasi, Windows operatsion sistemasi ichida Proteus programmasi ishlayapti. Proteus programmasi bu yerda simulyatsiya qilingandan keyin, mana bu sxematikani simulyatsiya qilgandan keyin mana bu joyga simulation error chiqaryapti. Ya'ni qanaqa? Simulation errorda aytayaptiki invalid opcode. Ya'ni mana bu narsa nimaki? Adres FF holatida qolib ketyapti. Ya'ni 255 son qiymatida eng maksimalda qolib ketyapti. Bu degani shunaqaki, programma kompilyatsiyani noto'g'ri qilib o'tib ketyapti. Qaysi tomonga, qanaqasiga yurmoqchi bo'lsam, o'sha tomonda baribir nimadir muammo kelib chiqyapti. Proyektni qanaqa qilib rivojlantirish, qanaqa qilib o'stirish bo'yicha men shunaqa bitta muammoga duch kelib qoldim. Xudo xolasa yechish harakatidaman va nasib bo'lsa yechadigan bo'lsam, sizlarga xabarini yetkazaman. Rahmat hammaga.